Assalomu alaykum. To'rtburchaklar mavzusida 3-test yechimlarini qilamiz. Demak, ABCD to'rtburchak debdi. Chizib olamiz. AB va CD tomonlarida Y va F nuqtalari shunday tanlanganki, AB va CD tomonlarida AY CF. Demak, bu bir-biriga yaqinroq chizishimiz kerak ekan. Mana bu shaklimiz romb bo'lsin, ya'ni hamma tomoni teng deb olaylik. BC 15, AB 25 bo'lsa, AY'ni topishimiz kerak. Mana bu x deymiz, bu ham x, bu ham x bo'ladi. To'lig'i 25 bo'lish uchun bu yerga 25 minus x qoladi. Mana bunda Pifagor qo'llaymiz. Pifagor qo'llaydigan bo'lsak, 15 ning kvadrati teng bo'lishi kerak. Buni kvadratdan buni kvadratdan ayirganimiz. ning kvadrati teng. Ayiramiz ikkalasini, a kvadrat minus b kvadrat qo'yamiz. Ayirsak 25, yo'q, ayirsak 2x minus 25 bo'ladi. Qo'shsak 25 bo'ladi. Demak, mana bu ikkalasi 25 qisqartirib yuborsak, bu yerda 9 qoladi. Teng 2x minus 25. 2x teng ekan 34 ga, x teng ekan 17 ga. Keyingi savol. Mana burchak alfa bo'lsa, bu burchamiz beta bo'lsa, aytganki, bu ikkalasi yig'indisi 90 ni berar ekan. Ya'ni alfa plus beta 90 ekan. ABCD ning yuzini topishimiz kerak. Mana bu yerda AB ga parallel kesma tushiraman. AB ga parallel. Bu holda bu parallelogram bo'ladi. Bu yoq 8 bo'lsa, bu yoq ham 8 bo'ladi. Tepa 5 bo'lsa, pasti ham 5 bo'ladi. Va to'lig'i 15 bo'lish uchun bu yerga 10 qoladi. O'zi shundan bir. Ya'ni keyin burchak alfa bo'lsa, bu yer ham alfaga kelib chiqadi. Lekin o'zi bu tomonlarga qaraydigan bo'lsak, o'zi shundoq ham bu to'g'ri burchak tomonlarni berib turibdi. Ya'ni mana bu shart emas edi. Bu yer 90 gradus. Tushgan balandlik nima bo'ladi? Mana bu to'g'ri burchakda tushgan balandlik h teng bo'ladi 6 kara 8 taqsim 10 ga, ya'ni 4,8 ga. Trapetsiyani yuzasi asoslari yig'indisining yarmi kara h edi. Bu 10 ni berar ekan, demak 48 bo'lar ekan javob. Keyingi savol. To'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari o'rtalarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqlarning uzunliklari 4 va 6 ga orasidagi burchak 60 gradus debdi. To'rtburchak katta degani uzunlik toping debdi. Mana qarama-qarshi tomonlari o'rtalari tutashtiruvchi kesmalar uzunliklari 2 bilan 6 ga teng debdi. Mana bu 2 bo'lsa, bunisi 6 ekan. Va aytganki, ular orasidagi burchak 60 gradus ekan. To'rtburchakning katta diagonali uzunligini toping debdi. Qaranglar. Mavratlashtirib chiqsak, o'rtadagi shaklimiz parallelogram bo'ladi. Sabab mana bu diagonal. Mana bu uchburchakimiz qanaqa uchburchak? Uchburchakda. Mana bu uchburchakda bu qanaqa kesma? O'rta chiziq. Ya'ni diagonalga parallel bo'ladi.
Bu yoqda ham xuddi o'shanday mana bu kesma o'rta chiziq bo'ladi va bu ham bunga parallel. Ya'ni bundan kelib chiqadi, mana bu ikkalasi ham parallel ekan. Xuddi shunday bu ikkalasi ham parallel bo'ladi. Demak, o'rtadagi shaklimiz parallelogram bo'ldi. Parallelogram diagonallar kesishgan nuqtasida teng 2 ga bo'linadi. Ya'ni 6 bo'lsa, bu yer 3, bu yer 3 bo'ladi. Bu 2 edi, bu yer 1, bu yer 1 bo'ladi. Savolda katta diagonal so'ragan. Katta diagonal topishimiz uchun bizga mana bu kesma kerak, chunki mana bu katta diagonal, ya'ni 120 qarshisida turgani katta bo'ladi, deb 60 kattami, 120 kattami? 120. Ya'ni mana bu kesma katta bo'ladi. Ya'ni bu kesma hozir katta diagonalning yarmiga teng, chunki bunda ham o'rta chiziq bo'ladi-da. Demak, mana bu kesmani topib 2 ga ko'paytirib qo'ysak, javob kelib chiqar ekan. 2 ga ko'paytiraman. Bu kesmaning uzunligini mana bu burchak uchun kosinus teoremasini qo'llab topaman. 1 plus 3 ning kvadrati plus 1 kara 3 ildiz osti teng 2 ildiz osti 13 bo'lar ekan. Keyingi savol, kvadratning har bir tomoni o'rtalarni tutashtirishda katta kvadrat hosil qilindi debdi. Hosil qilingan kvadratning ham tomoni. Xo'p. Chekis takrorlanib tushirishimiz hosil bo'lgan barcha kvadratlar perimetrlar yig'indisi shunga teng debdi. Barcha kvadratlar yuzalar yig'indisini toping debdi. Xo'p. Hozir buni xullas mana shu chekis davom qilib ketaveradi. Kattani tomonini A deb olsam, bu A taqsim 2, A taqsim 2 bo'ladi. Ham A taqsim 2. Keyingi kvadrat tomoni nima bo'ladi? Pifagordan keyingi kvadrat tomoni A taqsim ildiz 2 bo'ladi. Ildiz 2 ni ko'paytirish kerak. Shunday. Ya'ni birinchisining tomoni A edi, kattaning tomoni A edi, keyingisi A taqsim ildiz 2 bo'ldi. Xuddi shunday keyingisi A taqsim, ya'ni ildiz 2, 1 taqsim ildiz 2 ko'paytirish kerak, keyingisi A taqsim 2 bo'ladi. Tomonlar mana shu tartibda ketaveradi. Perimetrlar yig'indisi nima bo'ladi? Birinchisini perimetri 4A, keyingisiniki 4 kara A taqsim ildiz 2, hokazo ketaveradi. Va buni yozishimiz mumkin. Chekis kamayuvchi geometrik progressiya birinchi chiqadi 4A taqsim 1 minus Q nimaga teng? Q 1 taqsim ildiz 2 ga teng. Teng bo'ladi 4 ildizda 2 A taqsim ildizda 2 minus 1 ga. Va buni ildizda 2 plus 1 ko'paytirib yuborsak, bu teng ekan 4 ildizda 2 A kara ildizda 2 plus 1 ga mahraj 1 bo'lib ketadi, chunki 2 minus 1 bo'lib mahraj 1 bo'ladi. Demak, perimetrlar yig'indisi mana shunga teng va bu bunga teng ekan. E'tibor qilinglar, bu yerda A teng 1 chiqadimi? 2 mi? A teng 2 chiqadi. Ikkalasi tenglashtirib yuborsak, A teng 2 kelib chiqadi. 2 qo'ysak, 8 ildizlik ko'paytirsak, 16 ildizlik bo'ladi. To'g'ri, A teng 2 chiqadi. Ikkalasi tenglashtirib yuborsak, demak A2 endi barcha kvadratlar yuzalar yig'indisi kerak. Birinchi kvadratning yuzasi A kvadrat, keyinginiki mana bularning kvadratlarida endi A kvadrat taqsim 2, keyinginiki A kvadrat taqsim 4, hokazo ketaveradi. Bizdan mana bu yig'indi so'ralgan. Demak, bu ham chekis kamayuvchi geometrik progressiya. Birinchi chiqadi A kvadrat 1 minus Q bunda 1 taqsim 2 teng ekan 2 A kvadratga. A deganimiz bizda 2 chiqqanda o'rniga qo'ysak 8 bo'ladi. Keyingi savol, chizmada berilganidan ko'ra to'rtburchak yuzini toping debdi. Ikkita 60 bor ekan. Mana bu yerni davom ettirsak, katta uchburchagimiz burchaklaridan mana bu yer 60lik kelib chiqadi. Bu yer 90 bo'lsa, bu yerimiz 30lik kelib chiqadi.
Va katta uchburchagimiz burchaklari 60 dan ekanligi uchun muntazam bo'ldi. Demak, tomoni 16 ga teng. 16 bo'lish uchun bu yerga 6 kerak. 30 gradus qarshisida ketadi. 6 bo'lsa, bu hipotenuza 12 bo'ladi. Bu yerimiz 16 bo'lish uchun bu yerga 4 qolar ekan. Xo'p, uchburchak mana buni yuzasini topishimiz uchun katta uchburchak yuzasidan buni yuzasini ayirib bo'lsa ham bo'ladi. Kattani yuzasi nima? Tomoni 16 ga teng bo'lgan muntazam uchburchak. Muntazam uchburchak yuzasi a kvadrat ildiz 3 taqsim 4, ya'ni 256 ildiz 3 taqsim 4. Kattani yuzasini yozdim. Ayiraman buni yuzasini. Buni yuzasi. Tak, mana bu kattatimiz 6 ildiz 3 bo'ladi. Yuzasi AB taqsim 2. 6 kere 6 ildiz 3 taqsim 2. Teng. Bu 64 ildiz 3 bo'ladi. Nariga 18 ildiz 3. Ayiradigan bo'lsak 46 ildiz 3 ga teng ekan. Keyingi savol. ABCD to'g'ri to'rtburchakning ichida olingan Y nuqtadan uchlarigacha bo'lgan masofalar mos ravishda shunga teng debdi. Y nuqtadan D gacha bo'lgan masofani so'rabdi. Xo'p, demak bitta Y nuqta olindi. Bu Y nuqtadan A gacha bo'lgan masofa 5. Keyin B gacha bo'lgan masofa 6. C gacha bo'lgan masofa 7 ekan. D gacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Ixtiyoriy to'rtburchak uchun ichkarisi yoki tashqarisi ahamiyati yo'q. Ichkarisi yoki tashqarisidan olingan ixtiyoriy nuqta tashqarisi yoki ichkarisi umuman ahamiyati yo'q. Mana bu yerimiz mana shu nuqta olindi deylik. Bu holda shularni tutashtirib chiqamiz. Ixtiyoriy to'g'ri to'rtburchak uchun bu x, bu y, bu z yoki bu a, bu b bo'ladigan bo'lsa, qarama-qarshi uchdan chiqqan kesmalarning kvadratlari yig'indisi teng bo'ladi. Ya'ni hozir mana bu ikkalasi kvadratlari yig'indisi x kvadrat qo'shilgan y kvadrat teng bo'lishi kerak. Bu ikkalasi a kvadrat qo'shilgan b kvadrat. Isboti shunchaki mana bu kesmalar tortib Pifagorlar qo'llay borsak, o'sha bilan kelib chiqadi. Ya'ni bunda Pifagor qo'llaymiz, bunda Pifagor qo'llaymiz, bu ikkalasini qo'shib yuboramiz. Keyin bunda Pifagor qo'llaymiz va bunda qo'llaymiz deb bu ikkalasini qo'shib yuboramiz, ikkalasi teng bo'lib qoladi. O'shandan kelib chiqadi bu narsa. Isbotlab mayli yozaman, xo'p, mana qaranglar. Bu yerni x1 deyman, bu yer x2 deyman, bu yer y1 deyman, bu yer y2 deyman. Bu yer x2 bo'lsa, bu yer ham x2 bo'ladi. Bular perpendikulyar, tomonlar uchun perpendikulyarlar. Bunda Pifagor qo'llasak, x2 ni kvadrati qo'shilgan y1 ni kvadrati teng bo'ladi x kvadratga. Endi bunda qo'llaymiz. Bu yer x1 bo'lsa, bu ham x1 bo'ladi. Bu yer y2 bo'lsa, bu ham y2 bo'ladi. Pifagor qo'llasak. x1 ni kvadrati qo'shilgan y2 ni kvadrati teng bo'ladi y kvadratga. Xuddi shunday endi bunda Pifagor qo'llaymiz. x2 ni kvadrati qo'shilgan y2 ni kvadrati teng bo'ladi b ni kvadratiga. Endi bunda qo'llaymiz. Past y1 bo'lsa, bu yer ham y1 bo'ladi. Pifagor qo'llasak, x1 ni kvadrati qo'shilgan y1 ni kvadrati teng bo'ladi a kvadratga. Ikkalasini qo'shib yuborsak, ikkalasi ham chap tomon bir xil bo'ladi. O'shaning uchun mana bu tenglik kelib chiqadi keyin. Chap tomon bir xil bo'lgandan keyin o'ng tomon ham bir xil bo'lishi kerak. O'shandan tepadagi tenglik kelib chiqadi. Demak, o'shani formani qo'llaymiz endi. 5 ni kvadrati qo'shilgan 7 ni kvadrati teng bo'lishi kerak. X kvadrat qo'shilgan 6 ni kvadratga. 25 49 x kvadrat 36. Buni tarafga olib bo'lsak 13 bo'lar ekan. X kvadrat teng 38 bo'ldi. ABCD to'g'ri to'rtburchak. Demak, mana bu nisbatda bo'lingan ekan. Bu yerni A desak, bu yer 3A, bu yer ham A ekan. Katta to'rtburchakning perimetri shu bo'lsa, yuzasi topishimiz kerak. Bu yog'ini x, bu yog'ini y deb olsak, yoki deman mana perpendikulyar, ya'ni 90 gradus.
Mana bu to'g'ri uchburchakda gipotenuzaga tushgan balandlik nima bo'ladi? Ya'ni mana BL nima bo'ladi? BL ni kvadrati teng bular ko'paytmasi, ya'ni BL ni kvadrati teng A kara 4A ga. BL topadigan bo'lsak 2A chiqadi. Pifagor qo'llaymiz. Bu yoqda Pifagor qo'llasak ildizda 5A bo'ladi. Bu yoqda Pifagor qo'llasak 4 2 4. Bu yog'imiz 2 ildiz osti 5 bo'ladi. Perimetr bularning yig'indisi. Perimetrimiz 6 ildiz osti 5A ekan. Bu teng 18 ildiz osti 5 ga A ni topadigan bo'lsak 3 chiqar ekan. To'rtburchakning yuzasi nimaga teng? Tomonlar ko'paytmasi. Ildizda 5A ga buni ko'paytirsak, hop 10A kvadrat bo'lar ekan. Demak, A 3 edi, o'rniga qo'ysak 90 chiqadi. Keyingi savolimiz kvadrat ichida olingan qandaydir nuqtadan uning tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi shunga teng debdi. Mana bu nuqtadan tomonlargacha bo'lgan masofalar yig'indisi. Tomoni x bo'lsa, mana bu kesma ham x ga teng bo'ladi. Xuddi shunday tomoni x bo'lsa, bu kesma ham x ga teng bo'ladi. Ya'ni 2x ekan bu, 2x teng ekan 6 ildiz 2 ga, x teng 3 ildiz 2, ya'ni kvadrat tomoni 3 ildiz 2 ekan. Tomonining uzunligi bu kvadrat tomoni uzunligiga teng bo'lgan muntazam uchburchak yuzini toping debdi. Tomoni shu bo'lgan muntazam uchburchak yuzasi kerak. Demak, A kvadrat ildiz osti 3 taqsim 2 edi, muntazam uchburchak 4 edi. Muntazam uchburchak yuzasi qo'yamiz o'rniga. Buni kvadrat 18 ildiz osti 3 taqsim 4 bo'ladi. 2 ga qisqartirib yuborsak 9 ildiz osti 3 taqsim 2 bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 9-savol. Asl videoda yechilmay qolib ketgan ekan. Shu orasiga qo'shib qo'yaman videoni. O'tkir burchak 30 gradus va gipotenuzasi mana shunga teng, xolos mana shu songa teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakka tomonlarining nisbati 5/3 kabi bo'lgan to'g'ri to'rtburchak ichki chizilgan. To'g'ri to'rtburchakning katta tomoni gipotenuzada yotadi. Ya'ni bu yerda bitta to'g'ri to'rtburchak chizilgan ekan ichkarisiga. Qaranglar, katta tomon o'tadi debdi. Ya'ni tomonlari 5/3 nisbatda bo'ladigan bo'lsa, biri 5x desam, ikkinchisi 3x bo'lishi kerak. Bu yog'i ham 3x. 60 gradus, chunki bu yer 30 edi. Bu kesma nimaga teng? Hop, 30 gradus qarshisiga katet 3x bo'lsa, 60 gradus qarshisiga katet 3 ildizda 3x bo'ladi. 60 gradus qarshisiga katet 3x bo'lsa, 30 gradus qarshisiga katet ildizda 3x bo'ladi. Gipotenuza umumiy hisobda nima bo'ldi? 5x qo'shilgan 4 ildizda 3x ni beradi. Xo'p, bizda gipotenuzaning uzunligi 6 ildiz osti 3 qo'shilgan 7,5, ya'ni 15 taqsim 2 edi. Ikkala tarafini ham 2 ga ko'paytirib yuboraman. 2 x ko'paytirilgan 5 plus 4 ildiz osti 3 teng. Bu tarafimiz bo'lsa, endi 2 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi. Mana buni oldi. Ikkalasidan ham 3 ni chiqarib olsam, 3 ko'paytirilgan 4 ildizda 3 qo'shilgan 5 ni beradi. Bular qisqarib ketdi. 2x teng 3, x teng 3 taqsim 2 ekan. Savolda to'rtburchakning perimetri so'ralibdi. To'rtburchak perimetri nimaga teng? 2 ko'paytiruv 3x qo'shilgan 5x ga. Ya'ni 38 bo'lsa 16x topishim kerak ekan. 16 ko'paytiruv 3 taqsim 2. Bu bilan bu qisqarib 8. Javob 24 bo'ladi. ABCD kvadrat, AD muntazam uchburchak. AC DM ni yuzasi berilgan ekan, CM ni topishimiz kerak. Bu
Bu kvadrat tomon x deb olsam, bu ham x bo'ladi. Mana buni muntazam debdi. A deyman, demak bu ham x bo'ladi. Buni yuzasini bergan. Xo'p, kvadrat Pifagor qo'llasak, ya'ni kvadrat diagonali x ildizli 2 bo'ladi. Bu muntazam uchburchak, bu yer 60 gradus. Bu kvadrat diagonali 45 gradus burchak bilan chiqadi. Bu yo'q. Shunday bo'ldi. Buni yuzasi nima? Muntazam uchburchakning yuzasi x kvadrat ildiz osti 3 taqsim 4 plus bu yuzani qo'shdim. Endi bu yuzani qo'shishim kerak. Bu yoq ham x. X kvadrat taqsim 2 teng 18 plus 9 ildizda 3. 2 mahraj berib boramiz. X kvadrat taqsim 4 ko'paytirilgan ildizda 3 plus 2. Naridan 9 ni olib chiqsak 2 plus ildizda 3 bo'ladi. Bular qisqarib ketdi. X teng 6 chiqarkan tenglikdan cm topishimiz kerak. cm ni. Xo'p. Mana bu yerdan pastga balandlik tushiramiz. To'xtala, pastda javoblar chiroyli emas ekan. Mana burchagimiz 60 gradus, bu burchak 90 gradus. Bu ham x. Bu ham x. Mana bu burchakda kosinus teoremasini qo'llay boramiz. Umumiy hisobda bu burchagimiz 150 bo'ldi. X kvadrat qo'shilgan x kvadrat ayrilgan 2 kara x kara x kara kosinus 150 da minus ildiz 3 taqsim 2 minusni oldiga ta'sir qildiramiz. Ildiz 3 taqsim 2 ni bu yerga yozamiz. Teng cm ni kvadrat. 2 lar qisqarib ketdi. X kvadrat ko'paytirilgan x kvadrat ko'paytirilgan x kvadrat ildiz osti 3 teng cm ni kvadratiga. X kvadrat bizda ximiz 6 edi. Qo'ysak, ya'ni x kvadratni olib chiqamiz. 2 plus ildizda 3 teng cm ni kvadrati. Hop, x ni o'rniga 6 ni kvadrat qo'yamiz. Ildiz olib borsak, cm teng bo'ladi 6 ildiz ostida 2 plus ildiz osti 3 ga. Mana bu 6 ni 3 ildizda 2 kara ildizlik deb yozib olsam bo'ladi 6 ni. Mana bu ikkalasi ko'paytmasmi bo'ladi? Ikkalasi ham ildiz ichkarisiga kirgizib olsa 2 ni, mana bu 4 plus 2 ildiz osti 3 bo'ladi. Teng 3 ildizlik ko'paytirilgan. Mana bundan ildiz oladigan bo'lsak, ildiz osti 3 plus 1 chiqadi. ABCD kvadrat ichida O nuqta shunday olinganki, kvadrat yuzini toping debdi. Xo'p, mayli, mana bu yerdan yechaveramiz. Ichidan bitta O nuqta olingan va bunda OC bilan OD teng ekan. Demak, qayerda? Mana bu OD ni o'rtasidan olinganda teng bo'lish uchun shunaqa bo'lish kerak. Teng yo'lliku, teng yo'lli bo'lgandan keyin asosning o'rtasida turgan bo'lish kerak. 3 ildiz osti 41 ildiz osti 41 va OA 5 debdi. Bu yoq ham o'sha teng yo'lli bo'lish kerak. OB ham 5 bo'ladi. Kvadrat yuzini toping. Demak. Xo'p. Mana bu yerni davom qildirdim. Va bu uchburchaklar teng yo'lli kelgani uchun bu teng 2 bo'ladi mana bu kesmalarni. Kvadrat bu. Kvadrat tomonni 2x deb olsam bu x, bu ham x bo'ladi. Bu yoq ham x, bu yoq ham x bo'ladi. Mana bu yer y deb olsam,
Mana bu to'liq hisobda kvadrat tomonni berish kerak. O'shanda bu yerga 2x minus y qoladi. Ya'ni kvadrat tomoni 2x edi. Y ketsa nariga 2x minus y qoladi. Bunda Pifagor qo'llaymiz. X kvadrat qo'shilgan y kvadrat teng 25. Bunda ham qo'llaymiz. X kvadrat qo'shilgan 4x kvadrat yokida mana 4x kvadrat ayrilgan 4xy qo'shilgan y kvadrat teng bo'ladi 41 ga. Endi pastdan tepani ayirib yuboradigan bo'lsak, 4x kvadrat ayrilgan 4xy teng bo'ladi 16 ga. 16 4 ga qisqartirib yuboramiz. X kvadrat ayrilgan xy teng ekan 4 ga. Endi y topsak bundan y teng bo'ladi x kvadrat minus 4 taqsim x ga. Olib kelib bu joyga qo'yamiz. X kvadrat qo'shilgan y kvadrat, ya'ni buni kvadrat. X kvadrat minus 8 x to'rtinchisi ayrilgan 8x kvadrat qo'shilgan 16 taqsim x kvadrat teng bo'ladi 25 ga. X kvadrat x to'rtinchisi qo'shilgan x to'rtinchisi ayrilgan 8x kvadrat qo'shilgan 16 teng 25 x kvadratga 2x to'rtinchisi ayrilgan 33x kvadrat qo'shilgan 16 teng 0 bo'ladi. Kvadrat 164 debdimi? Xo'p, buni ishlab ko'raylikchi. 16 ning bo'luvchilari javobi 64 debdi. Demak, tomoni 8 bo'lishi kerak. X teng 4 chiqishi kerak ekan. Ya'ni x kvadrat teng 16 bo'lishi kerak. X kvadrat minus 16 2x kvadrat minus 1 ko'paytuvchiga ajraladi. To'g'ri. Demak, x kvadrat teng bitta 16 chiqadi va 2x kvadrat teng bitta 1 chiqadi. Bu xatolik. Ya'ni x kvadrat teng 1 taqsim 2. Bu yerda x'imiz juda kichrab ketib qoladi. Yokida qayerda qo'ysak? Mana bu yerga qaranglar. X ni qiymatini olib kelib qo'ysak, bu ifoda y manfiy chiqib qoladi. Ya'ni bunisi olinmaydi narigi tarafdagi. Demak, x kvadrat teng 16 ekan, x teng 4 chiqadi. X teng 4 bo'lsa, kvadrat tomoni 2x edi, ya'ni 8 bo'ladi. Yuzasi 64 bo'ladi. Keyingi savolimiz. Xo'p, bu savolga yaxshilab diqqat qilib turasizlar. Tashqarisini kvadratga to'ldirib chiqaman. Endi qaranglar. Bu o'zi kvadrat. Masalan, shart xolos to'qib olaylik. Shu kvadratlar markazlari mana shu kvadratlar orasida hosil bo'lgan mana shu uchburchak yuzini topishimiz kerak. Endi qaranglar. Mana bu qiyshiq kvadrat tashqarisini kvadratga to'ldirib chiqdim. Ya'ni mana burchakni alfa deydigan bo'lsak, bu 90 minus alfa bo'ladi va bu burchagimiz alfalik kelib chiqadi. Mana bu 4 uchburchaklar hammasi teng bo'ladi. T-beta alomati hammasini qo'llasam, xolos teng bo'ladi. Chunki bu gipotenuza bir xil, burchaklar teng. B, T, B alomatiga ko'ra uchburchaklar hammasi teng bo'ladi. Xo'p, hammasi teng ekan. Alfa qarshisi 4 turibdi. Bu yerda ham alfa qarshisi 4 turgan bo'lishi kerak. Bu yer 4, bu yer 6 bo'ladi. Xuddi shunday bu yer 4, bu yer 6 bo'ladi. Bu yer 4, bu yer 6 bo'ladi. Va bu yerda ham katta bir kvadrat hosil bo'ldi. Bu K nuqta ham buni markazi bo'ladi, ham kattani markazi bo'ladi. Mana buni tashtiradigan bo'lsak, bu katta kvadratning diagonali bu. Katta kvadratning diagonali Kdan o'tadi. Xo'p. Endi katta kvadrat diagonal bo'lgandan keyin buni necha gradus bo'ladi? 45 gradus bo'ladi. Chunki katta kvadratda ham diagonal 45 gradusda kesishi kerak. 45 gradus. Va mana bu L kichik kvadrat markazi-ku. Ya'ni mana bu diagonalimiz ham bu bilan 45 gradus burchak hosil qilish kerak tomoni bilan. Ya'niki mana bu 90 gradus bo'ldi ikkalasi birgalikda. Xo'p, katta kvadrat
tomoni 10. Demak, diagonal nima bo'ladi? 10 ildizli 2 bo'ladi. Mana bu K uni markazi edi, ya'ni diagonal tengiga bo'ladi K nuqtamiz, tengiga bo'ladigan bo'lsa, bu masofa 5 ildizda 2 bo'ladi. Endi bizga bu yer kerak. Bu yer topadigan bo'lsak, bu yer topishimiz oson, chunki buni tomoni 4 va bu diagonal yarmi, diagonal 4 ildizda 2, uni yarmi 2 ildizda 2 bo'ladi. Mana bu yer 2 ildizda 2. Buni tomoni 6, mana bu kvadrat tomoni 6, diagonal 6 ildizda 2 bo'ladi va bu diagonal yarmi, ya'ni 3 ildizda 2. Uchburchak yuzasi nima bo'ldi? Asos jam hisobda bu ikkalasi yig'indisi 5 ildizda 2 bo'ldi. Balandlik bo'ldi mana bu kesma. Mana balandlik bo'ldi, chunki pastki perpendikulyar ekanini tushuntirib berdim. Demak, balandligimiz 5 ildizda 2 taqsim 2 hisoblaydigan bo'lsak 25 chiqadi. Tomon uzunligi shunga teng bo'lgan muntazam uchburchakka ichkisilgan kvadrat diagonal uzunligini toping debdi. Biz mana shu kvadrat bo'lsin, muntazam uchburchak tomonini kvadrat tomoni x deyman, muntazam uchburchak tomoni a deyman. 3 dan bitta yoki bo'lmasam shart emas ekan. Mana bu ham x bo'ladi, kvadrat tomoni x deb oldim va mana bu 60 gradus bo'ladi, chunki muntazam uchburchak bu 60 gradusdan bo'ladi. Demak, bu uchburchak tomoni ham x ga teng bo'lgan muntazam uchburchak bo'ladi. Ya'ni bu yer x bo'ldi. Bu 60 gradus, bu 30 gradus. 60 gradus qarshisida ketadi x bo'lsa, 30 gradus qarshisida ketadi x taqsim ildiz osti 3 bo'ladi. Va 30 gradus qarshisida ketadi bu bo'lsa, gipotenuza bundan 2 barobar katta, 2x taqsim ildiz osti 3 bo'ladi. Mana bu yerimiz. Muntazam uchburchak tomon nima bo'ldi? Ikkalasini qo'shish kerak. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, x qo'shilgan 2x taqsim ildiz osti 3. Mahraj beramiz, ildiz osti 3 beradigan bo'lsak, teng x taqsim ildiz osti 3 ko'paytirilgan 2 plus ildiz osti 3 bo'ladi. Va buni teng debdi mana bunga. Tak, bundan 6 ildiz osti 3 ni olib chiqadigan bo'lsak, ildiz osti 3 qo'shilgan 2 qoladi. Bu teng ekan 6 ildiz osti 3 ko'paytirilgan 2 plus ildiz osti 3 ga. Bular qisqarib ketdi. X teng 18 chiqar ekan. Kvadrat diagonal so'ralgan. Kvadrat tomon 18 bo'lsa, uni diagonali 18 ildizda 2 bo'ladi. Keyingi savolimiz ABCD to'rtburchak BN 3A ekan, NC A ekan. Buni yuzasi 12 topishimiz kerak ABCDni to'rtburchakning yuzini. Xo'p, mana bu bilan bu ikkalasi o'xshash bo'ladi. O'xshash va tomonlar nisbati 3. Demak, yuzalar nisbati 9 bo'lishi kerak. 3 ning kvadrati 9 bo'lishi kerak. Ya'ni buning yuzasi 12 bo'lsa, buning yuzasi undan 9 barobar katta, 108 bo'ladi. Endi bu tomon umumiy hisob 4a, ya'ni mana bu ham 4a bo'ladi. Va endi mana bu uchburchak bilan mana bu kichik uchburchak ham o'xshash. Xo'p, tomonlar nisbati necha? Ya'ni asoslar nisbati 4, to'g'rimi? Asoslar nisbati 4. Demak, yuzalar nisbati necha bo'lishi kerak? Yoki bo'lmasa mana bu yerni bir a deb olay. Kichik uchburchak asosi a, kattaning asosi 4a. Kichikning yuzasi buni kvadrat qo'yamiz. Kichikning yuzasi 12, kattaning yuzasi a plus 12. A ni o'zi emas. Kattaning yuzasi a plus 12 olinadi. Xo'p, demak, a plus 12 teng ekan 16 kara 12 ga, a teng ekan 12 kara 15 ga. Ya'ni 180 ga. Shunday, tepa 108 edi, past 108 chiqdi. Ikkalasini qo'shamiz. 288 bo'lar ekan. Javob
to'rt burchakning A va D burchaklari bisektrisalari BC tomonda kesishadi. Uning diagonal orasidagi burchak kosinus toping debdi. A va D burchak bisektrisalari BC tomonda kesishar ekan. Mana buni K desam, xullas K da kesishadi. Tepa bilan past parallel ekanligi uchun mana burchak bilan bu bilan bu teng bo'ladi. Xuddi shunday bu yoqda ham bu bilan bu teng bo'ladi. Bu yerni A desak, bu ham A, bu ham A, bu ham A bo'ladi. Pas 2A nimani so'ragan? Uning diagonallari orasidagi burchak kosinus. Demak, tomonlari A bilan 2A ekanligi kelib chiqdi. Endi bizga bu ichkaridagi shakllar kerak emas umuman. Bizga hech narsa kerak emas ekan. To'rt burchak yuzasi nimaga teng? A kare 2A ga. Bu kare bu. Teng. Ixtiyor to'rt burchak yuzasining formulasi D1 D2 sin alfa taqsim 2. Shuni bilamiz. Xo'p, buni diagonali nima? Diagonali A ildizda 5. A ildizda 5 D1. Ikkinchi diagonal ham bunda A ildizda 5 bo'ladi. Ya'ni to'rt burchakning diagonallari teng bo'ladi. Taqsim 2 kare diagonal orasidagi burchak alfa deb olsam, sinus alfa. Demak, sinus alfa teng ekan 5 dan 4 ga, bizdan kosinus alfa so'ralgan. Bu 5 dan 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni 0.6 bo'ladi. Keyingi savolimiz BL ni 2A desak, LC A bo'lar ekan. OLCD ni yuzasi 22 ekan. Topishimiz kerak ABCD ni yuzasini. Xo'p, pastki tomon 3A 22 o'chirib turamiz. Tepa 3A keluvchi uchun pastki tomon ham 3A bo'ldi. Mana bu keluvchi burchaklar o'xshash va tomonlar nisbati 2 3. Yuzalar nisbati nima bo'ladi? 4 u 9 bo'lishi kerak. O'shaning uchun mana bu yerni 4A deb olsam, bu yer 9A bo'lishi kerak. Mana buni tashtiramiz. Va 2A ga 4A to'g'ri keladigan bo'lsa, A ga 2A yuzi to'g'ri keladi. Asos tomoniga proporsional bo'ladi. Xo'p, endi mana bu bitta xossamiz bor bizda. Tak. Yo'q, u yo'qni qo'llamas ekanmiz. Buni davom qildiraveramiz. Mana bu uchburchak bilan katta o'xshash edi va tomonlar nisbati 2 u 3 edi. Demak, mana bu yerni 2y desak, mana bu yerimiz 3y bo'lishi kerak o'shanga ko'ra. 2y ga 6a to'g'ri keldimi? Demak, 3y ga nima to'g'ri keladi? Yana qaranglar, 2y ga 6a to'g'ri keldi, y ga 3a to'g'ri kelar ekan, 3y ga 9a to'g'ri keladi. Xo'p, buni yuzasi nima bo'ldi? 11a bo'ldi. Bu teng 22, a teng 2 chiqar ekan. Savolda ABCD to'rtburchak yuz so'ralgan. Mana bu diagonal yuzani tengga ajratadi. Bu taraf yuzasi jami nechi bo'ldi? Jami 15a bo'ldi. Demak, ABCD yuzasi bundan 2 barobar katta bo'ladi. 30a, ya'ni 60 chiqadi. ABCD to'rtburchakda CAD burchak bisektrisasi chizib olamiz. CAD burchak bisektrisasi CD tomonni M to'da kesadi. Agar MD ni MC ga nisbati 4/5 debdi. MD ni 4A desak, bu 5A ekan. AC 25. Topishimiz kerak ABCD ning perimetrini. Xo'p, mana bu uchburchakda bu bisektrisa xossasiga ko'ra 25 ni 5A ga nisbati A dan 4A ga nisbati teng bo'lishi kerak.
O'shandan kelib chiqadi mana bu. Mayli yozaylik, xo'p. 25 taqsim 5a teng bo'lishi kerak. AD taqsim 4a. Bu bilan bu qisqarib bu yerda 5 qoladi. AD teng 20 ekanligi kelib chiqadi. Psitrsa xossasidan. Savolda perimetr so'ralgan. Demak, bu yer 20 bo'lsa, tepa ham 20 bo'ladi. Pifagor qo'llaydigan bo'lsak, 5 kara 5, 5 kara 4, 5 kara 3, 15 bo'ladi Pifagordan. Perimetr 2 kara bu ikkalasi yig'indisi 35. Javob 70 ekan. Keyingi savolimiz shuni yuzini toping debdi. AB 14, BC 9, DA 13, burchaksi 90. Xo'p. Bu yerda CD ham bor ekan, CD 12. Mana buni tashtiradigan bo'lsak, Pifagordan bu 15 chiqadi, tepadagi Pifagordan tepadan. Endi bitta narsaga e'tibor qilinglar. Uchburchak o'rta chizig'i bu. Mana bu yuzi A bo'ladigan bo'lsa, bu 3A bo'ladi. Nimaga? Bu yuzasi S1, bu yuzasi S2 deb olaman. Mana bu kichik uchburchak bilan katta o'xshash. Xo'p. Kichikning yuzasi S1, kattaning yuzasi S1 plus S2. Kichikning tomoni x, kattaning tomoni 2x ning kvadrat. S1 plus S2 teng bo'ladi 4S1 ga, S2 teng bo'ladi 3S1 ga. Ya'ni bu S1 bo'lsa, pastdagi 3 barobar katta bo'ladi. Ya'ni xo'p, mana bu uchburchak yuzasi nimaga teng? 9 kara 12 taqsim 2. 6. 54, to'g'rimi? Jami yuzani 4 ga bo'lamiz. Buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 ga bo'lish ham shart emas. Ya'ni xullas mana bu yer A bo'lsa, bu yer 3A. Bizda 4A teng 54 bor. Pastdagi uchburchak yuzasi nima bo'ladi? Gerondan hisoblab ko'ringlar. Gerondan chiqadi, 84 ga teng chiqadi. Gerondan 84 chiqadi. Mana bu yerni B desak, bu yer 3B. Demak, 4 ta B teng 84 bor. Mana bu ikkalasi bor. Bizga kerak 3 ta A qo'shilgan 3 ta B kerak. Uch kara A nimaga teng? 27 taqsim 2 ga. B nimaga teng? 21 ga. 2 mahraj berib yuboramiz. 2 81 qo'shilgan 42 teng 123 taqsim 2. Qayerda xato qildim? Xo'p, 3 ga ko'paytirmadim mana buni. Mahraj beramiz. O'shanda 126 bo'ladi va keyin 207 chiqadi. Keyingi savolimiz ABCD kvadratning BC tomonida Y nuqta olingan, BY 3A bo'lsa, Y'si A ekan. Shartni qanoatlantiruvchi Y nuqta olingan AYD burchak tangasi toping debdi. AYD. Bu kvadrat hamma tomoni 4A ga teng. Mana burchak alfa desak, mana burchak x, buni y deyman. Xo'p, x plus y plus alfa bizda 180 ga teng bo'lishi kerak. Alfa teng 180 ayrilgan x plus y. Nimani so'raganda? Tangensinimi? Tangens so'ragan. Tangenslarga borsa ikkala tarafini tangens alfa teng bo'ladi
tangens 180 ayrilgan x plus y. Bu keltirish formulasiga ko'ra minus tangens x plus y ga teng. Xo'p, bu ham teng. Tangens endi hozir buni formulasini qo'llaymiz. Bu yerda qaranglar. Tangens x nimaga teng? Uchburchakda topadigan bo'lsak 4 taqsim 3. Tangens y nimaga teng? Topadigan bo'lsak mana bu uchburchakda 4 ga teng bo'ladi. Qiymatni olib kelib qo'yib, mana formulani soddalashtiramiz. Tangens x qo'shilgan tangens y 1 minus tangens x ko'paytirilgan tangens y teng minus tepa 16 bo'lar ekan, past minus 13 bo'lar ekan. 16 taqsim 13. To'g'ri. ABCD kvadrat shu perpendikulyar. Biz hammasi chizmada bor. Buni o'zim topishimiz kerak. Mana bu yerni alfa deydigan bo'lsam, kvadrat tomon x dedim. Kvadrat tomon x, bu yer alfa. Bu yerimiz 90 minus alfa bo'ladi. Bu yerimiz alfa ga kelib chiqadi. Endi buni yuzasi nima? X kara 6 taqsim 2 sinus alfa teng 3x kara sinus alfa, to'g'rimi? Sinus alfani o'rniga bu yer x. Mana bu burchakda sinus alfa nimaga teng? 6 taqsim x ga teng. Xlar qisqarib ketdi. Javob 18 ekan. Sog' bo'linglar.